Xo'p, endi qarab turamiz. Endi keyingi ma'lumot bu uglevodorodlar haqida. Uglevodorodlar nima? Uglevodorodlar D tarkibi faqat uglerod va vodoroddan tashkil topgan organik moddalarga, ya'ni bu murakkab modda. Xo'p, umumiy formulasi CnHn. Bu nima degani? Tarkibi faqat uglerod va vodoroddan tashkil topgan. Bularning bir-biriga nisbati bu mana bu sinflarga qarab o'zgarib boradi. Xo'p, biz mana ajratib oldik. 3 ta sinfga ajratib oldik asosan. To'yingan, to'yinmagan va aromatik. Xo'p. To'yingan nima degani? Tarkibida qo'shmoq yo'q degani. Ya'ni barcha atomlar bir-biri bilan faqatgina oddiy bog' bilan, sigma bog' bilan bog'langan bo'lishi kerak. To'yinmagan ham o'z navbatida ikkiga bo'linadi. Xo'p. Birinchisi ochiq zanjirli, va halqali. Xo'p, qarang. Ochiq zanjirliga alkan kiradi. Alkanlar mavzusini o'tamiz. Alkanlar kiradi. Halqaliga sikloalkanlar. Sikloalkan. Xo'p. Mana bu to'yingan uglevodorodlarga munosib kiradigan shu to'yingan uglevodorodlarga tegishli sinflar tugadi. Alkanlar va sikloalkanlar ekan. Xo'p. Ana endi to'yinmaganni ko'ramiz. To'yinmaganlar. To'yinmaganlar. Xo'p. Birinchi vakili alkenlar. Bular sinflar. Xo'p. Alkin va diyen uglevodorodlar. Diyenlar. Xo'p, mana shu yerda ozginadan ma'lumot berib ketaman, qisqa. Alkanlar barcha atomlar to'yingan bo'ladi. Xo'p, uglerod bog' hisobiga qolgan uglerodning qolgan molekulari esa vodorodlar hisobiga to'yingan bo'ladi. Sikloalkanlar, xo'p, siklo degani bu uglevodorodlarni sikl hosil qiladi. Sikl hosil qilib bir-biri bilan birikadi. Bular ham bir-biri bilan birinchi o'rinda uglerodlar bir-biri bilan halqa hosil qiladi. Qolgan valentliklarni vodorodlar to'yintiradi. Xo'p, to'yinmaganga kelsak, to'yinmagan birinchi vakili alken. Alkanlarga nisbatan ikkita vodorod kamligi bilan belgilanadi. Ya'ni alkanlarda misol uchun metanda xo'p, alkanlarga nisbatan ikkita vodorodi kam bo'ladi. Pardon. Xo'p, alkanlarga keladigan bo'lsak. Xo'p, ayni bitta modda alkan va alkenga ajratadigan bo'lsak, ularning tarkibidagi vodorodlar soni ikkitaga kam bo'ladi, pardon. Mana bular to'yinmagan bo'ladi va tarkibida bitta qo'shmoq bo'ladi. Xo'p, alkinlar xo'p, umumiy formulaga nisbatan 4 ta vodorodi kam bo'ladi. Va shuni hisobidan ularda 3 bog' bo'ladi. 3 bog' hosil bo'ladi. Xo'p, diyenlar ham alkinlar bilan o'zaro formulasi bir xil. Ya'ni bularda ham vodorodlar soni 4 ta kam bo'ladi, lekin bularda qo'shmoq, ikkita qo'shmoqli birikmalar hisoblanadi. Ya'ni uzun zanjirda, bitta zanjirda ikkita qo'shmoq joylashadi. Xo'p, endi aromatikga o'tamiz. Aromatik birikmalar deb qarang. O'ziga alohida bitta ta'rif. Aromatik birikmalar deb tarkibida benzol halqa saqlagan murakkab organik moddalarga aytiladi. Tarkibida benzol halqa saqlash kerak. Mana benzol halqani yozamiz. Xo'p, tarkibida benzol halqasi va yadro saqlasi, bular aromatik uglevodorodlar deyiladi. Xo'p,
Bular ikki turga bo'linadi bular ham. Monosiklik va polisiklik. Bular endi o'zi nomidan kelib chiqib turibdi. Monosikl degani mana bunaqa halqamiz bitta bo'lishi kerak. Qolgani boshqa moddalar bilan bersa bo'laveradi, lekin halqamiz bitta bo'lishi kerak. Endi polisiklik esa halqalar soni ko'proq bo'lishi kerak. Masalan, kokain boshqa kattaroq moddalarni halqalar soni oshib ketadi.